Kecha qadrli obunachilar, mana bugun Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskvaga jo'nab ketadigan avtobus reyslarimiz уже yo'lovchilar joylashib olishgan. Keling, biz yo'lovchilarimizdan fikr almashamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Xudo xolasa Moskvaga inshaalloh. Bizning reyslarimiz haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Avtobus qulayliklari haqida. Qulayliklari yaxshi, komforti ham yaxshi. Vaqtida keldi. Unaqa uzoq kutmadik. Xudo xolasa endi yo'limizda davom etamiz inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Yaxshi yetib olaylik birinchidan. Sho'pirimizga ham Alloh o'zi qo'llasin sho'pirimizni ham. Nima deyish kerak bu? Ishonchlimi ekan avtobuslarimiz? Ishonchli, yaxshi, ha. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Narxlari-chi, narxlari sizga? Narxlari qulay, yaxshi. Rahmat sizlarga ham. Qadrli yurtdoshlar, yo'lovchilarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat, xayr deb qolamiz. Xayr. Xayr. Let's go Moscow.